Bu chirinka rozacham. Shu yil joyni o'zgartirib, yangi joyga qurgan edim. Judayam chiroyli bo'lib, butonlari judayam ko'payib, ochilgan gullari och rozvi bo'lib turibdi. Telefon qanaqa beribdi bilmadim, lekin judayam chiroyli och rozvi. Shunaqa go'zal bo'lib turibdi. Buni nasib bo'lsa arka qilmoqchiman, judayam baland qilib. Polni arka bilan atirgul qilmoqchiman. Butonlari. Assalomu alaykum qizlar, yaxshimisizlar? Yaxshi yursizlar? Sog' salomatmisizlar? Bugun kunlaringiz fayzli, barakatli bo'lsin. Bugun mana bu xoligina atirgulcham ochildi. Mana shunaqa. Shunaqa chiroyli bo'lib ochilgan. Ochildi, polni ochilmadi. Ochilibdi kam-kam asta-asta. Bu tarafga ham hidi judayam shirin, judayam chiroyli bo'lib ochilibdi. Berlan polni o'tlarini yulib chiqdim. O'tlarni olish kerak. Nastis gullarimiz gullab bo'ldi. Oxirgi bir dona qolibdi. Atirgulimizni sviji tanalari ko'p. Qurigan tanasi ham yo'q emas. Bitta ham butonlamagan, gullamagan. Anchasini kesib tashladim. Atak bor yana ana. Lekin o'zidan shunaqa chiroyli bo'lib ochilib berdi. Juda ham chiroyli bo'lib turibdi. Hidlari biram shirin. Har yil kesiladi bu, tagidan chiqardi. Bu yil mana bu tanalarni qoldirganim uchun taglardan uncha ham yaxshi chiqmadi. Kelasi yil Xudo xohlasa gullab ketar, chaman bo'lib. Mana unisi eng balanga chiqqan. Yangi novdasi u ham. Bizga bugun ham yomg'ir, hamma joy mana ko'lmak bo'lib turibdi. Kiyikchamiz chiqib qoldi. Bu yovoyi atirgul ekan. Yozishlari bo'yicha yana bilmadim. Bunaqa urug'lar qiladi menimcha. Bilmadim buni ichida urug' bormi yo'qmi. Ko'rish kerak. Oxirgi gullari mana. Ichida urug'lari bo'lar ekan. Ko'rinayotgan bo'lsa. Shunaqa urug'laydi ekan. Bilmadim buni tushib men urug'idan chiqqan ko'rmadim. Olib tashlash xohlamayman bularni yulib. Может быть yana gullab qolar. Sariqlarni. Hammasini yulib tashlamayman. Qani yulgan nimalarimdan chiqsa ham yovoyi atirgul ekan deb kommentariya yozgan dugonajonim. Voy nima? Har xil yovoyi gullarni ko'rsatarkansiz-da. Tavba. Blogermisiz endi o'zizcha? Degan dugonalarim ham yo'q emas. Qo'rqmang dugonajon, bloger bo'lish niyatim yo'q. Unaqa niyatda emas biza. Shunchaki esdalik uchun bular. Yulib tashladim. Ko'ramiz butonlaydimi yoki yo'qmi.
Qizlar, ana bu gul ochilgan. Ana kim bilsa nomini yozib yuboringlar. Bargi shunaqa, xuddi gortenziyani guliga o'xshaydi. Может быть, gortenziyamikin? Yo'q, gortenziya emas. Judayam chiroyli bo'lib ochilib turibdi. Qachondan ochilib turibdi bular? Smarodinani bir turimi deyman bu. Shunaqaga o'xshayapti. Bu tarafga yana bor. Bu bechoram pashshalar yeb ketibdi, bargini qoldirmasdan. Ana. Bargi yo'q, bularni pashshalar yeb ketgan. Shu tarafini polni. Ana. Judayam chiroyli bo'lib turibdi bular. Juda baland. Yoqqa uzun, tepalarigacha gullagan lekin.